Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Hammalarning vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz o'qiyotgan Qiyodik ovchining Ahuzari nomli kitobning davomini o'qishni davomlashtiramiz. Bu kitobning avtori qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shaxonov va ularning o'rtasidagi suhbat asosida yozilgan kitob. Biz kitobning eng oxirgi bobi umrimizdagi ayollar degan bobni o'qiyotgandik. Buningda Shaxonov o'zininki tunji yaxshi ko'rgan qiz Guldonaning o'limini deb bir tugagan davomini o'qishni davomlashtiramiz. Bir kuni saharda o'rnimdan turdim-da, avtobusga o'tirib Gulandan ovuliga qarab yurib ketdim. Pishg'irim issiq edi. Atrof jimjit. Asta qadam besib, ovul chetidagi o'zim talay qatim ko'gil kelgan tunish qabristonlarga qarab mangdim. Yo'l bo'yi Gulandaning yaxshi ko'radigan gullarni uzoq vaqt tanlab, terib qabri ustiga qator tizib qo'ydim. Ko'pdan beri ichimda qaynab yotgan azobli o'kinishdan bo'shangandek, kangri dalani beshimga kiyib, ün selib varqirab yig'ladim. Shuningdan keyin qabr atrofidagi ko'k yerga eg'inab kechgacha yotdim. Tushdan keyin mol beqib yurgan bir molchi buva yenimga kelib, choydinidan issiq choy quyib berdi. Tulumdan ishib ketgan bad o'ngimni ko'rib, nima uchunligini tushandi bo'g'ay hech nima so'ramadi. Men og'iz ochmadim. Mana, hayotimda o'chmas iz qoldirgan, sizni shuncha qadrlagan, farishta ko'ngil bir yerning bu hayotda suradigan lazzati ko'rar kuni ashunda qisqa bo'ldi. Aytmadi. Meni bekla hayajonga solding-ku. Shaxonov. Boshlagandan keyin oxirini aytaveray. Ish-kuch do'stimdan boshqa hech kim bilmagan o'y xiyolimda umr bo'yi o'zim ko'rib boqmagan, bilmagan yana bir tepishmoq qiz bor. 70-yillarning beshidan buyon menga xat yozib keldi. Matbuotda e'lon qilingan she'rlarimni, dunyoga ko'z ochgan kitoblarimni qoldirmay o'qiydi. U to'g'risida o'z fikrlarini ochiq yozadi. Yetishayotganligimni ko'rib, hammadan burun suyunib, taqdirning qismatlari kelgan chog'larida birinchi bo'lib qayg'urdi. Mening ism familiyamni bilgingiz, uchrashgingiz bordu, biroq men sizga sirtdan tilakdosh odam qatori yoshirin baxt tiladim deb yozdi u bir qatim. Uning pochirkisini aniq tunib olgan edim. Almatada 5000 odam patadigan tantarbiya zalida qaysi yili yana bir she'r kechiligini o'tkazdi. Shu kechilik televizorda 3,5 soat bir qancha ret qayta ko'rsatildi. Armon borda so'ygi guli sulmaydi. O'tdek yanar yurakda bu muhabbat. Ko'rishmakka yana mumkin bo'larmi? Biroq undan kechib ketish xiyonat. Bu haqda o'ylashimning yo'li bor. Kishilar bor muhabbatni xarqalar. Uni faqat to'y qilish deb o'ylashar. Bu qudratni his qilmagan bayqushlar. degan bir nazmini o'qigan chig'imda televizor ekrani ko'zini mo'ldiritib yosh to'kib turgan bir kelinchakni ko'rsatdi. Qandaq bo'lganligini bilmadim. Menga 20 yil bo'yi hamay xat yozib kelayotgan qiz ashu kelinchakdek ko'z oldimga kelib ketdi. Butun badanimga illiq sezim tarab, ko'zimga yosh to'ldi. Balki men yengilgandiman. Har kim xiyolidagi kishini go'zal holatda ko'rishni o'ylash odati bor. Men bilan ko'rishdan qochqindan qaraganda to'shakka bog'lanib qolgan meyib qizdi. Balkim kim bo'lsin, baribir qanchalagan yil pinhon yuribmi tilakchim bo'lib kelayotgan uchun ashu g'ayrib ayolga aytar olqishim cheksiz. Har bir xetida siz elning olqishiga erishib, 60 yilingizni muboraklayotganingizda bir quchoq qizilgulni ko'tarib, "Og'a, uzoq yillar bo'yi sizning vaqtingizni elib avar qilib kelayotgan qarindishingiz men salomatmisiz deb oldingizga chiqaman" deb yozdi. Ba'zida tezroq 60 ga to'lsam ekan deb ashu qiz bilan xayrlik didorlashadigan kunlarni dangsab yurdim. She'r yozmay ko'p vaqtimni turmushqa, xizmatga, siyosatga xortib ketayotganligimdan o'rtinib, bulbulning quvvati unida, burkutning quvvati qanoti bilan tirnaqida, sizning quvvatingiz she'rlaringizda, hozirgi vaqtda aldirab yurgan turmushingiz o'tkinchi ham aldamchi, bolalar o'ynaydigan o'yinchiq shardek bugun borda, ati ko'zda yo'q bo'ladi, deb mo'ngillatdi. Aytmatov. Mang'ili keraksan degan ko'p do'stlarning ichida ko'kdagi yulduzdek chaqnab chiqqan ashundaq ro'yi boy, g'amguzar do'stning bo'lishi qanday xushalliq, a? Shaxonov. Gulandadan ayrilib qolgandan keyingi dastlabki yillarda u qizga bo'lgan ishtiyoqim meni to'limi bearam qildi. Yotsam tursammi ko'z oldimda shuning siymosi, quloqimda uning uni, shuning kulgisi. Hatto sarang bo'lib qolamanmi deb o'yladim. Biroq o'lganning orqasidan o'lmak yo'q. Vaqtning saqaytolmaydigan yarisi oz bo'ladi ekan. Ashundaq bo'lsa-mu o'zimga yo'liqqan fikrdosh, sirdosh bo'lgan qizlarning ichidan Gulandaga o'xshash qiz izladim.
Бәлкім bu tuyg'u, bu talab mening keyingi yillardagi baxtsizligimga asos solgandi. O'zini haqiqiy bilarmay chaqlab yurib, xatolashqani nimasi deb xaloyiq ichidan norozilik sadolarining ko'tarilib qoldiganligini ham bilaman. Boshqalarga qiyinchiliklarimni qachonda bo'lmasin yuklab selishdan o'ylaman. Shundaqdimi, sutdan oq, suvdan toza men deb maqtang'im kelmaydi. Er kishi bo'lgandan keyin o'zimga munosabatli baxtsizliklardan imkon bor saqlanib, ig'irchiligimni o'z kuchimga yarasha o'zim ko'tarishga tirishaman. Biroq meni cho'nqur biladigan ayollarning Muxtarning odamgarchiligi sus edi, adolatsiz edi, mard emas edi deyolmay turganligiga ishonaman. Doim azmatligi bilan bandichiligi ishtiyoqlishi bo'lib yotgan qozoqning ulug' o'lkasida balki ba'zi uchurlarda baxtimmi yo sho'rimmi er kishilardan ko'ra ayollarga ko'proq ishinib, ko'proq xushal bo'lgandurman. Shu mijozim o'zgarmay qoldi. Umrimning agir to'qay yo'llarida ba'zi bir ayollarning adolatsizligini ko'rib turman. Biroq bola chig'imdan boshlab ittiklik bilan javob qaytarib odatlanmaganligimdan ularni tez unutishga tirishdim. Qaysi birovlarning adolatsiz ko'z qarashi, yomon niyatiga ko'nglingni ochiq tutib bersang, ko'ngil sarayongdagi jilxo'rlikni azayta olaysan, iqtidoringni qo'g'dab qola olaysan. Yana qancha ig'ir bo'lsa-mu, ittik bilan javob berish yolg'iz o'zim uchun, shoirligim bilan illiqligimni saqlab qolish uchun muhim edi. Ayolga qarab, uning o'zini o'zi cho'nqur tunib yetishiga, echilishiga, ya'ni ayolga toliq aql chirog'ini nurlantirib, vafodorligi bilan izzat-hurmatni yuksaltirishiga mumkinlik yaratish, yo shu buyuklikka ko'tarilishini talab qilish, bu mening nozik jinis to'g'risidagi qanchalagan yillardan beri o'zgarishsiz qolgan va'dam va baxtim. Baxtimmi, baxtsizligimmi ashu tushanchamdan ayrilanmaydi. Biroq mening bu qattiq tanlashimga belgilik o'lchamda javob berganlargami, hatto berolmaganlargami, qachon oltin beshim muborak qariya kirguncha hozir ko'pdir xushallik, qayg'uni bildirishganlar uchun olqish aytib, hurmatlash bilan o'taman. Aytmoqdir. Inim, erkin sirdishib, udul kelgan odamga ichib bermas ko'ngil sirlarimizni to'kishdiq. Haqlar to'g'risida deyishgandan ko'ra, o'zimiz to'g'risida gaplarni elib qochmay, aynan so'zlashdik. Uni bilgisi kelib qiziqadiganlarmi o'z og'zimizdan uqsin. Senmi agar to'qay yo'llarda yurgan odamsan. O'tgan kunlarga salovat aytib, amdiki otqusi tanglarimizning rizqini tilayli. Hozirda ko'ngil osmonidan qor bulutlar ko'tarilib, umringning xushallik kunlarini boshdan kechirib yurganingni ko'rganim yo'q. Ayoling qanshoyim tortinchoq, o'z elining o'rib odati, adab axloqini vujudiga mujassam qilgan idrok egisi. Hatto senimi siz deb ota bovlaringning an'anasiga loyiq izzat qilib turadi. Bu yasalmiliq emas. Tabiiy tarbiyalanganligining belgisidir. Balki uning bu mijozi Gulandani esinga solgandi. Shu Qirg'iz mamlakatida Manas dastonining 1000 yillik katta to'y oldida farzand ko'rdingmi? Kichik buvaqa Maryam yengang ikkimiz, birimiz kindik ota, birimiz kindik ona atilib, Manasning kelini oychurukdek kelishgan, chiroyli kelishgan qiz bo'lsin deb degan umidda ismini Oychuruk qo'ydik. Bu sening qirg'iz xalqi bilan ham bizning oilamiz bilan bir tuqqandek hurmatlashib, el bilan tuyg'u birligini topganligining guvohchisi. Yaratgan egam ikkinglarga, yana bizning farzandimiz kichkina farishta Oychurukka qaysar ruh, heydis ketmas baxt bersin. Rahmat. Shaxanov, rahmat. Əmdi paranımızı muhabbət məsələlərə qartaylı. O'rta Osiyodagi 14-asrning boshlarida Turkiston tavallikidagi qo'l hunarvanchilikning ikkinchi Mekkasi deb atalgan Tavarik Xo'ja Ahmad Yasaviy gumbizi ekanligi o'zingizga ma'lum. Bu haybatli imoratni ulug' ulamolarga atab, atog'liq imperator Amir Temur soldirgan. Yop-yeshil gumbazlari kun nurida yoltirgan o'sha gumbazning bir tarafi nima sababdan bitmay qolganlik to'g'riliq yuraksiz so'ygini danglagan bir rivoyat bor. Shu haqiqatga bergisiz bu rivoyatni she'rga aylantirganman. Amir Temur qul Xo'ja Ahmad Yasaviyga ko'rsatgan hurmatim oshu bo'lsin deb jahonning bulung puchuqidan qo'lida hunari bor chevar ustalarni yiqqan. Elning hammasi hunari ustun bir yosh yigitni bu o'yma naqsh ishining bosh ustiliga qo'ygan edi. Yigit tuproq bilan bo'yoqni o'z amriyatiga moslashtirgan chevarla emas, shuning bilan qo'shib qosh ko'zi kelishgan, ovoziga bulbul qo'ngan karomat naqshchi ekan. Kun o'ltira mezgilda qurilish maydonida yuqur-tuvan mengib yurgan xalq toza herib charchab dam olayotgan chog'da bosh usta silinayotgan tavarikning eng ustiga chiqib naqsh aytadi. Mungluq naqshidan huzurlangan
Qo'l ishlamchilar hoңvaqib, sәgi deb birisi tug'ilgan yerini, yiroqda qolgan ota-onasini, biri сөйгән yarini, biri bola chaqasini, yana biri armon bo'lib qolgan oshqani esga oladi. Naqsha havoda yangragan chog'da Amir Temurning ayolining singlisi Marziya o'zining ipak chidiridan chiqib, elning asab vujudlaridan qora tirniqqa qadar ta'sir qiladigan mungluq naqsha ovoziga quloq soladi. Marziya xonim tabarrukning naqqoshchilik İşlerini işləydigan köpçülükкә özünün hörmətini izhar qilish uchun kunda tushda o'z qo'li bilan ussizlik elib kelib turadi. Chevar yigitmi, Marziyami bir-biriga sirtdan oshiq bo'lishadi. Kunlarning birida kutilmagan voqea yuz berdi. Marziya o'z xalqining adab axloqiga yarasha chehraga chumbal ortib oladi ekan. Xonning singlisi ussizlik elib kelgan chog'da oshiqlik isyoni parlab turgan chevar yigit uning yuziga o'rib olgan chumbilni yuqoriga turib soladi. Ko'zning yig'ini yeydigan chiroyli qiz go'zallikda ko'kdagi qutb yulduzdek nurliq ko'rinadi. Yot ko'zlar uchun qora qulning bu qiliqi kechirgili bo'lmaydigan adabsizlik xon ruhining dafsanda qilinganligi bo'lib hisoblanmamdi. Ko'rib turgan qullar cho'qon ko'tirishdi. Marziya bo'lsa unsiz kulimsirgan beti nozlanib qiliq chiqarib mang'inicha burilib ketaveribdi. Atrofdagilar yigitga yurib eshib, "Ey, o'lgin keldimi? Bu sening nima qilganing?" Әтә Әмір Төмір сәпәрдән келеді. Саңлысы bu ishni uning aytmay qo'yami? Bu gapni anglagan xon, anglasa xon ochchig'ida kimning gunohkor, kimning gunohsizligini ayirmay turib beshimizni qo'ltimizni qistirib qo'ydi. Yigit dir-dir titrab, o'ngi o'chib, ro'yi tushib, o'sal ahvolda qoladi. O'zining beadab ekanligini aqli nemishqa buningdan burun bayqatmay kelgan? Endi qanday qilamiz? Endi qanday qilamiz? Bir amal topayli daviribdi. Tunda hammamiz birlikda qochayli debdi biri. Birlashib qochgan bilan bo'lmaydi. Amir Temurning askarlari bizni bo'sh qo'yibdimi? Qo'g'lab yetib, qamab hammamizni zindonga tashlaydi. Әтісі cho'nqur zindonda yotgan o'zining yuraksiz oshiqiga Marziya xonim mundaq bir mazmunda xat tashlaydi. Bir kun ichib chumbilimning qirini, tiz o'chirding muhabbatning nurini, yoqqan eding yuraklikning dastlabda, titrab qochding nechun tashlab g'ururni. Sana xushtar bu visolsiz so'ygidan, alam bilan uhsinaman o'zimdan. O'limdinmi qo'rqmagan tilakni, qandoq bilib yetmagansan ko'zimdan. Önering bar el-yurt dahi qanmagan, naqshang visol osmonida yangragan, Tangri sana ko'pni berib yana, erlik bermay qolganiga men hayron. Endi hamma yo'qoldi ko'z oldimda. Amal qancha ishonganim oldisa, seni o'ldi deb o'kinmayman attangay, hayotingdan ya abida qolmasa. Uzun ömür ko'rgan bilan ma'nosiz. Ketarsanmi bu umrdan murodsiz. Yuragida erligi yo'q odamning, muhabbatga borlig'i turaqsiz. Mana, rivoyatning qudrati eshikimizni bir haqiqatga yetilab mangdi. Hozirgi o'zing degan yigitga yaratgan egam chevarlik talantini, go'zallikni, naqshchilikni ato qilibdi. Bu uch turmoq shu esil xosiyatning biri bo'lgan kishi yerda qolamdi. Halqiliq vaqtda oshiq yigitning vujudidan erlik g'urur tepilmay qolgan. Uning usti hunarvanligimi, chiroyliligimi, bulbuldek sayrag'an naqshchiligimi bir punga arzmay qolgan. Ya'ni o'zing aytgandek erlik yo'q yerda muhabbat yo'q. Ba'zida muhabbat menga sonsiz zapchasini tuzilgan elektronlik hisoblash mashinasiga o'xshash seziladi. Bosh sistemadan birsi ishlamasa, qolganining hammasi kerakdan chiqadi. Shaxonov. Bir yili Rasul G'amzatov ikkimiz Kermilda o'tkazilgan yig'indan chiqib, Moskva mehmonxonasiga keldik. Voy xudo, siz oshu burunqi Rasul G'amzatov emasmi degan ayolning ovozi anglandi. Burilib qarsam evansiz, chiroyli, yosh rus kelin bizga qarab angmaqib turibdi. Yanada kichikina bolasi bor. Uning yuzida gangarash bilan xo'shallik tuyg'usi navbat olmishib turadi. Birozdan keyin tuvanda turganlarga qarab, "Pestiya" deb to'ladi. "Tiz kel, kimga yo'liqqanligimizni ku." Petiyam yugurib yetib keldi. Egiz bo'yliq, o'riq yigit ekan. Sizning naqshlaringiz bilan meni dastlab tunishtirgan Mao Petiya deb kelinchak endi asoshini yig'ib olgandek yenidagi yo'ldishini ko'rsatdi. Uchrashgan vaqtimizda sevgi muhabbat to'g'riliq ajoyib sirliq, sho'x, mungluq naqshlarni o'qiydi. Men buni o'zi yozgan ekan, kelgusida men bir shoirning ayoli bo'ldim deb ichimdan xo'shal bo'latdim. Keyin so'rsam bu to'g'ligan naqshlarim Rasul G'amzatov yozgan demasmi? Nima amal? Siz bizning taqdirimizga intayin ta'sir qildingiz. Shundoq yurakni boshiga turadigan she'rlaringiz bo'lmagan bo'lsa, na'dim bilay. Shu sabab bilan sizga umr bo'yi qarzdormiz. Sizni ko'rsak rahmatimizni aytib qo'limizdan kelishcha hurmat qilsak deb armon qilatdik. Rasul aka soatiga qarab o'tdi. Eng bo'lmaganda 2-3 minut vaqtingizni chiqarsangiz-chu, deb ular ishkimizni chetga elib chiqdi. Undan keyin kelinchak, keynidan yo'ldishi Rasulning she'rini yodga o'qib chiqdi.
Rasul yosh er-xotinlarga o'zining roziligini bildirgan edi. Saqal burutiga uzun vaqtdan beri ustir tegmagan bir mas egiz bas alchanglab, muhabbat yo'q deb varqirab maydasini urdi. O'z vaqtida menni söygan, biroq oshiqim osonla tashlab ketdi. Сөйгі deb vaqirganligimizning hammasi quruq gap. Rasul akaning yoqsiga eslag'ili kelgan mas qo'lini pulanglatdi. Pitya qovul yigit ekan. U sarangni bir chetga so'rab chiqdi. Rahmat deb kulimsirdi kelinchak xo'shlashayotganda Rasulga. Muhabbat bilan kundalik turmushning ma'nisiz o'tgan hayotning orlig'i birla qadam ekanligini aytib, aramizda yurganligimiz uchun sizga bir umr qarzdormiz. Mehmonxonaga kirib ketayotganda ko'rdingmi? Muhabbatning qarim-qarshi ikki qutubi bilan bir yerda qator yo'liqdiq deb chaqchaq qildi Rasul. Kelarki temaga o'tish oldida sizga bola chag'imda yozgan bir she'rni o'qib bersam. Qulog'im senda. Er ayol ba gap so'zini tugatgan. Hamburg sotiga bir ayol yo'ldoshi bilan ajrashqili a't sundi. Yarashtirishga chaqirgan sot xodimlariga ayol keskin qarshi turdi. Sababi mundaq. Birga yashagan 17 yil ichida yo'ldishimning men bilan so'zlashgan gapi uchli jumladan tarkib topgan. Saharda aytadigan xayrlik sahar. Kechki xizmatda yonganda aytadigan nim tamoq yeymiz. Kech bo'lganda uxlayli. Sot ayolning yo'ldishi bilan ajrashish talabini o'rinliq deb qaradi. Taqdiringni rahimsizda sarangda. U söymasa, sen söysangmi amal yo'q. Muhabbat u qo'sh yurakning naqshisi. Bu naqshini hech kim qinib aytgan yo'q. Güzülüm, mensiz bu hayotning qimmati nima? Baxtsiz kishilar aytolmas naqsha. Paslatma, putkizmagin uningni. Manguga baxtsiz bo'lib qolmas. Güzülüm, ma'nilikmi naqshsiz yashash. Naqshi tuzalsa, tuziladi dilda yangi qiyofat. Er ayol bar gap so'zini tugatgan. Chin muhabbat tugamas bir hikoyat. Aytmatov. Tushundim. Aşı she'ring orqali meni ko'pdan bir o'yimda yurgan ayol bilan erning ro'yi tangsizligi haqidagi bir masalaga yetaklab elib kelding. Masalan, munu yigit bilan balog'atga yetgan qiz to'g'riliq paran qilishayli. Ikkisi bir-biridan chiroyli, suyimli, qamlashgan bir juftlar. Tanışıp bir-birini tushunishdi. Shirin so'zlar bilan nurg'un kechalarni boshdan kechirdi. Do'stlari qo'llab, ota-onalarimi to'y qilamiz deganiga qarshi turmadi. To'y xushal xuramliq ilikida oxirlashdi. Shu to'y bo'lib 2-3 yilmi o'tib ketdi. Yaxshi ko'rman degan so'zlari aylangan bog'cha va ko'cha qoldi. Turmush hamlari beshiq keldi. Barbara ikkisining orasidagi ro'yi jihatda yiroqlashish alomatlari o'zlari turmoq boshqalarning ko'ziga o'ng'aychilig'idan bo'ldi. O'tirg'i tushgan ziddiyatni yangidan dunyoga kelgan kichik buvoq hal qilolmadi. O'zing degandek qilishadigan gap qolmadi. Gap turmoq bir-birining mengish turishimi qo'pol ko'rinadigan bo'lib qoldi. Dasturxonda qator o'ltirib tomoqlanishmi qiyinlashdi. Mundaq ahvolga duchor bo'lganda boshqalar nima qila olaydi? Yigit ko'zini ching yumib, o'zining ayolining hayotini xo'rlamay ajrashib bo'lgandan keyin es ufsindi. Ikkinchi yigit bo'lsa, erning o'sak so'zlaridan xizmat bilan mansibiga yetar kelishmaslikdan uy joylaridan ajrab, so'qib beshi qang'ib qoladigan yolg'izlikdan qo'rqib, bir tarafda bolalarini ayab, umr bo'yi ishdek g'ijildashib o'tadi. Axloq odamgarchilik nuqtasidan qaraganda, xalqning ko'zini bo'yab ko'rinishda yaxshi ko'rgan qiyofat kirib olgan bilan ichida bir-birini jindek ko'rib, itning kunini o'tkazdi. Axloq fazilat odamiylik nuqtasidan qaraganda, shu ikkisidan qaysi buyuk o'rinda turganligini o'zingmi bayqagansan? To'g'ri. Mushu voqea haqida bir misol keltiray. Sirtqi qiyofatida ivan yo'q qiz bilan yigitni taqdir qo'shdi deyli. Yillar oqqan sudek o'tib ketaverdi. Bir qatam ikkisini yaqin tanishlar mehmonga chaqirdi. Dasturxon ustidagi mehmonlar birda o'tkinchi siyosatga. Birda kim yangi uy oldi, qaysi boy chetalning mashinasini qaysi turga mindi degandek turmushdagi bandilik gap so'zlarini qilib o'ltirishdi. Keynida yosh kelinchakning yo'ldishini o'ttirg'a ilib, erkak e'tiborining hammasi boshqa uyga yig'ilib qart o'ynashga boshladi. Shu o'tirishda chekisini oq arlagan bir erkak shu kelinchakning nazarini o'ziga tortdi. Undaq degani uning so'z salmoqi boshqa erkaklarga qaraganda o'zgacha, madaniyatlik, hayotning qiri bilan sirini, odamgarchilikning maqsadi, vafodorlik haqidagi gulgun xiyollarini, o'zining ro'yi tajribalarini bog'lab aniq aytadi. Voh, berilib tingshaydigan quloq bo'lsa-chu. Erkaklarning hammasi qartning qizg'inligiga berilib xumor targ'icha yana urib ketishadi. Ayollar bo'lsa rost deysiz, shundoq deyishib beshini langishtirgan bilan uzoq o'tmay bo'linib pichir-pichir parang'i tushdi.
Yigitning ayolimi bir to'p qo'shildi. Bir qarasa kresloda ikkila odam qolganken. Undaq-mundaq savollarni so'rab qo'ygan hisob qolmaganda, o'zining meylini tartqishlagan yigitning so'ziga mast bo'lib, ko'ngli ichilib, u xushallik hissiyotiga cho'mildi. Ko'pdan beri ko'kragida qo'ram tashdek besilib, jonini qiynagan savollarning javobini o'z yoridan emas, o'zga kishidan anglab, uningga bo'lgan qiziqishi bilan intilishi bo'y ko'targandek bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lib uchrashishlar, mungdashishlar borgan quyuqlashib, ikkisida ro'yi jihatdan yaqinlik kuchaydi. Bir-biriga mangu birga o'tishga va'da qilishdi. Az kun uchrashmay qolsa, ko'ngillari tortishib, bir-birini izlashadigan bo'lishdi. Mening yorim nemishqa mundaq emas degan savol ikkisining yuragini o'rtaydi. İkisining tang 2-3 farzandi bor. Ey Xudo, burunroq uchrashtirsang bo'lmasmidi deb ichidan o'kinib, barmoqlarini tishlashdi. Shu ikkisining bir-biriga bo'lgan oshiqlik muhabbatini ayblay olamizmi? Ayblaymiz. Men bu yerda shaxsiy fikrimni so'zlasam, bu ikkisi bizga mehmon chaqirib, dasturxonni chiroyli sap qo'yib, qo'saqni to'yg'izib qo'yib, ayada o'tirib, paranglashib, o'zining g'oyasi, go'zal paranglar, ro'yat haqida paranglarni qilishib, bir-birisiga oshiq bo'lib qolgan bilan bir joy kechirib, ayada tomoq pishmay baqsin, bola yig'lab baqsin, pul topadigan ish bo'lib baqsin. U chaqda ko'ramiz qolganini. Shunday paranglashga vaqt qolamdi, qolmamdi. Bu yerdagi ulug' muhabbat, bu yerga deyilayotgan ulug' narsalar insonningki yosh cho'ngaygan siri, ustidagi mas'uliyat oshgan siri, kimliklari ko'paygan siri, shuningga loyiq har xil shaklda almashidi, ko'paydi va yo'tkiladi. Masalan, to'y qilmagan vaqtidagi nihoyatda kichik bir 18-20 yoshlardagi bir qizni qo'g'lishish, yaxshi ko'rish, butun vujudi bilan uningga intilish. Bu bir xil shaklda bo'ldi. To'y qilgandan keyin o'zining xizmatiga o'zini beg'ishlash, o'zining hayotiga g'oyalari bo'ladi, oilasi bo'ladi, bolalari bo'ladi, o'zining ota-onasiga vafodorlik yetkazish bo'ladi. Jamiyatda muayyan o'rin tiklash bo'ladi. Turli ijtimoiy aloqalarni nihoyatda joyida bartaraf qilish bo'ladi. Nurg'unlagan ishlar bo'ladi. Bir ömür bir uy ilishning quli, bir mashinaninki qarzini to'lab o'tab ketadigan. Yoki bo'lmasa shundoq xalq uni deb qoladi, xalq buni deb qoladi deb o'zini ekakda qiynab mushtaq yashaydigan nurg'un ahvollar bo'ladi. Bu xil bu oila degan nihoyatda muqaddas. Hargiz qarab yolg'iz bu bir ufqum bilan muhabbat yoki bu bir narsa bilan uning u muqaddasligiga dog' yetkazishga bo'lmaydi. Qashqar viloyati kutubxonada bir hadimiz bordi. Anası o'zbek, dadasi Uyg'ur. O'zi men Uyg'ur deydi va bak isil ayoldi-da. Qattiq axloq fazilati, ideyasi. Davomli kutubxonaga boraman. O chog'larda shu to'liqsizni bitirib to'lg'ottirib vaqtlarimga to'g'ri keldi. Ta'tillardan o'rganish qilaman va kitob o'qiyman. Yamancha kitob oriyat olaman. Lekin u vaqtlarda bu hadimiz o oldigan kitob oriyat olgan kitoblarim diqqatni tortibdi. Bir qatam shu Turk tillar divonininki 3-tomini izladim men. Bu qarab hayron qoldi-chu. Bu kitob yillardan bir qatam oriyatga berilgan emas. Nurg'unlagan professor, nurg'unlagan yozuvchi kishilar bu oriyatga berilgan emas. Deb Shuning bilan keyin meni qiziga oila o'qituvchi bo'lib bersangiz deb. Shuna dedi, qizimning darsiga yetakchilik qilsangiz. Asli maqsadi qizi bilan masalan yoshimiz chiq farqi yo'q. O qizim to'liqsiz birmi, 2-yillikmi? Ya'ni yosh farqimiz chiq emas, balkim 3-4 yosh farq qilamiz yoki 2-3 yosh. Dediki, meningki qizim sizdek shundoq ideya fikrlari ochiq bo'lsin. Bir narsani o'rgataligancha o'rgating. Menga soatlik berdi, men oila o'qituvchilik qilaman. Shu nemisini o'rgatim, asosli matematika darslarini, algebra, grammatika, geometr darslarni. Bir kun dedim. Ukam menga dadam bir gap qilgan. Muomaladan munosabat kelib chiqadi. Shunga muomalani ehtiyot bilan qilish kerak. Bu yerdagi muomala degan narsa shu. Shundoq bir kim bilan salomlashdik. Assalomu alaykum, alaykum assalom bo'ldi. Qancha do'stimiz yaqin yoki u bu bo'lgan holatda masalan hammamiz 3-4 oyli bir yerga yig'ildik, bir yerda o'tirdik, paranglashdik, normal paranglar ma'qul. Ammo ayrim qilib
ayrim paranglışış, bu xil yaqin muomala munosabatni keltirib chiqaradi. Mana manga o'xshash shuning bilan sirtda o'tirib, anaqa tayyor dasturxonga sap qo'ygan tomoqni yeb, quchoq to'yib, kekirgan vaqtida o'tirib, g'am qayg'ularini, dardlarini mungdashib, g'oyalarini so'zlashib qolgan vaqtida chiqqan narsa muhabbat emas. Müshtaq muomaladan munosabat kelib chiqadi, kelib chiqqan munosabatning oyog'ini yig'ish to'g'rilamaydi. Shuning shu dastlabki muomaladan boshlab diqqat qilish kerak. Salom soatlashimiz nihoyatda normal holatda. Ammo har ikki taraf eng oddiy shu siziqlarga nihoyatda diqqat qilish kerak. Bu yerda bekorga demagan, ikki kishi bo'lsa, uchinchisi shaytondir deb. Aytmatov, sening bu savolingga men o'z vaqtida Jamila orqali javob berishga tirishdim. Rost, ro'yi tampongsizlikdan taqdir qo'shgan kishingdan o'z o'ying bilan muhabbatingning tutumini topolmaslikdan o'ta azob yo'q. Shaxonov, yosh chig'imda bir qizning kundalik xotirasidan mundaq bir so'zni o'qigan. Agar o'zingni hurmatlagan erkak bora-bora san bo'lgan ixlosini so'rasa, majburiyatning bir tarafi senda ekanligini unutma. Haqiqiy ayol bo'lish cho'ng san'at. San'atla emas, oddiy, ammo ko'zga ko'rinmaydigan, oddiy tanlashga ko'nmaydigan, chek-cheki ko'rinmas ilm. O'zing oshiq bo'lgan, ishongan erning qayg'u kulkisining, muvaffaqiyat mag'lubiyatining, baxti bilan baxtsizligining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, buni har bir ayolning yolg'iz 7-chi tuyg'usi bilan sezish tuyg'usi majburiyati bor. U qaysi majburiyat? So'ygi biladiganlar bor, so'ydirib biladiganlar bor, siylab siypab biladiganlar bor. Ba'zida ayollarda mundaq og'rinishlar ko'p aytildi. Men uni jinimdan ortiq suyman. Nemishqa u mening muhabbatimga javob qaytarmaydi? Ayol bo'lib yaralgandan keyin taqdirga rahmat ayt. Ya'ni sen erkakdan nozikliging bilan, kang qo'rsaqliging bilan, hatto anga qaraganda ojizliging bilan farqlanasan. Ya'ni bu kamchilik emas, ortiqchilik bo'lib sanaladi. Erkak to'pi qachon bo'lsa dastlabki yo'lini ayolga beradi. Ayollarni qo'llab-quvdashni o'ziga yezilmagan, biroq qilishga tegishli zakon qatori qabul qiladi. Shundaqdimi? Ayol bo'lib chiroyli bo'lmasligingga, odamzotning tovlishidan o'tgan ro'yi boyliqlarni, o'zing to'ralgan elning urf odatini, an'ana idrikini qalbingga singdirmaslikka haqqing yo'q. Sening mingish turishing, kulkang, chaqchaq qiyg'ining, o'ylig'ining, xushbo'g'ining, xafa kiyim kiyishing, yaqin kishilaring bilan xalq bilan bo'lgan munosabatingning hammasi, hatto chekdan oshirib o'tgan chog'laringning o'zidimi vatanga, ayollik fazilatga, madaniyatga yilchiz tortgan go'zallik, noziklik bo'lishi shart. O'zingga oshiq odamning aqidasini, hurmatini, sig'inishini to'latmay tutib turish uchun har qitim izlanib turishing muhim. Garchi haqiqiy ma'nodagi ayollik saviyasiga yetish aytmoq o'ng'ay bo'lsa-mu, azobli ish. Biroq shu azob ustida izlanishdan baxtga boshlaydigan yo'l chiqishi mumkin. Uning ustiga har bir qilmish atmishlaringning so'rig'i bor. Haqiqiy ayol bo'lmoqning ta'siri mana shuningda. Bo'lmasa qizning kiyimini kiyib, zibu-zinnatlarini taqab, cho'nqur yiltizliq yashashning ma'no mazmuniga eng yiroqdagi qarapoyim ayol tabiatining ko'zga osonchilig'idan ba'zi bir ortiqchiligiga bosh og'ritgisi kelmaydiganlar ozmi? U tugul hatto bola chaqaliq bo'lishqim aql kerak emasmi? O'zidan ko'ra o'zgini har kunlikka moyil qilib turganlar odatda shunga o'xshash ayollar ichidan chiqadi. Biroq xudoga shukur, ulug' ayollar bor. Ularning ko'pchiligi o'kinishlariga yarasha oltin bilan misni ayirishni bilmay turganlarga yo'liqib kelishyotidi. Bir qatim parang ustida Yevgeniy Yevtushenkoning manga muxtar. Meningcha ayollar erkaklarga qaraganda so'ygiga texmi yaqin. Ular haqiqiy so'ymasimi so'ysa bo'ladi. Dunyo ko'mtirilib ketsa hech narsaning yuziga qaramaydi. Biz erkaklar yashagan sharoitimizning ko'z qarshiga ko'proq taynimiz, o'ylanamiz. Elning muvaffaqiyatini yoshirin tingshaymiz. Ulug' muhabbatga bo'lgan haqiqiy ko'z qarshimizga aytsak, nozik muskullarda besim deb sir aytgan edi. Aytmatov. Uning bu fikriga men qo'shilaman. Bugun o'qiylik. Davomini o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.